tashvishga shoshmanglar. Sekin harakat bor lekin cho'qillashyapti. Nima bilan? Svetli bramalar. Mana. Bu paypolarni qarang. Bunasini qarang. Hormanglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachi, kuzatuvchilarimiz. Bugun mana endi 21-kunni, oxirgi kuni. Bular hammasi ochildi. 25 ta qo'yilgan edi. 5 ta palada, o'sha 30 tadan 25 ta butun chiqdi. Mana shundan ochib chiqishda mana bitta qoldi, bu ochadigan emas. Mana harakati ham yo'q, hech qayerda ishamalarni ham yo'q. Harakati yo'q. Bramalar bilan svetli. Qolganlarni hammasini ochib ko'rsataman. 24 ta jo'ja ochdi, 30 tadan. Yaxshi natija. Mana tuxum po'choqlari 24 ta tuxum po'chog'i. Ularni tashlab olishga shoshmanglar. Ularni maydalab, talqon qilib, sal kattaroq bo'lganda ovqatlariga qo'shib bersanglar bo'ladi. Maydalab, talqon qilib, unini chiqarib tayyor qilib, kalsiy. Inkubatorimizni o'chirdi, bo'ldi. Xizmat qildi. Endi buni tozalab, keyingi ochirishga olib qo'yamiz. Endi jo'jalarni ko'ramiz ochganlarni. Mana bizning hosil 30 ta tuxumdan 5 ta paladamiz urug'lanmaganini olib tashladim inkubatorda. 25 ta qoldirdim inkubatorda. Shu 25 tadan mana 24 ta ochib chiqdi. Bittasi bilmayman, ochmadi. Xullas bugun oxirgi kun edi, 22-kuni edi. O'shanga chiqarib tashladim, inkubatorni ham mana tozaladik, ko'rdinglar, tozalab tashlaymiz endi. Olib tashladim, mana glyukozalari, shakarli qaynagan suv start dona, sal namlangan. Hali juda o'rganishgani yo'q. Ovqat yeyishga sekin harakat bor lekin cho'qillashyapti. Qonni ochsa, ikkitasi qiziqib yesa, bir-birini chaqiradi. Mana bu yerda bizda xudo xolasa, qani turinglar-chi, turinglar, padyon qulaveradi ular. Kichkinadek. Mana galasheykalarimiz bor. Mana 4 tani, 5 ta bor. Galasheyka. Keyin jersilardan bor. Nima bilan? Svetli bramalar. Mana. Bu paypolarni qarang. Bunasini qarang. Bu sariq rangga bu tushib ketadi, bilasizlar, tukuni oppoq bilan. Mana. Jersi, galasheyka, bu saromashir, svetli bramalar. Mana. To'polonchilar. Xohlasa, katta bo'lishadi bular ham. Bundan katta qo'yib bexato. Turlarini ekuvdilaring, ko'rsatlaring. Mana. Bu 30 ta tuxumdan 24 ta ochildi. Bizlar uchun yaxshi natija. Sepkilli tuxum dedim. O'sha kalsiysi kam dedim. O'sha kalsiysini o'zligi yemirib, tuxum o'zligini yemirib, mana bular xudo xolasa hammasini ko'rib chiqdim. Oyoqlari tekis bilan hammasi qiyshuqinlar yo'q. Fiyosabalikda jersi bor edi shunaqa. Oyoq qiyshig'i hali ham bor yuribdi. Endi bu kichkinalarni chaqalib oladi endi. Bularga qarash kerak. Tagligini almashtirib turish kerak. Suvlarni vaqtida almashtirib, toza suv berib, startini berib, start ovqatini 3-4 kundan keyin xudo xolasa yaxshi ish o'rgan bo'lsa, ularni ham ukalari, opalariga o'xshab erkalatamiz. Tuxumlar bilan, ziylilar bilan, ko'katlar bilan. Ko'ringlar bilan. Uyquchilar. Bir pas uxlab qolishadi.
chirs etsa chimchuq yuray. Mana jo'ja. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.